Demak, yechimini davom ettiramiz. 13. Shotgorin bu sigir hisoblanadi. Legorin bu tovuq. Demak, shotgorin go'sht yeyishda boqiladi. To'g'ri. Lekin legorin tuxum go'sht yeyishda boqilmaydi. Ajoyib chiqib ketdi. Shotgorin kavush qaytarmaydi. Yo'q, qaytaradigan juft yog'i chiqib ketdi. Sersut go'shtlar yo'q, bu go'shtdor zot bo'ladi. Chap aortarog'iga ega tuxum yeyishda boqiladi. Demak, sut yonuvchilar chap aortarog'i bo'ladi. Qushlarda o'ng aortarog'i. D javob ekan. Qish kirishi bilan ildiz tutaklari faoliyat to'xtatilgan o'simlikni aniqlaydi. Demak, to'xtatilganlar ko'p yillik bilan daraxtlar bo'ladi. A javobda kanop 1 yillik, karam 2 yillik, qo'ytikan 1 yillik. Javob D variant bo'ladi. 15. Yo'sinlar berilgan to'g'ri ma'lumotni aniqlang. Yo'sinlar uchun 1. Jinsiy bo'g'in jinsiz bo'g'inga nisbatan dominant qiladi. 1 to'g'ri. 2. Sporangidagi hujayralar meyoz usulida bo'linib, gaploid to'plami sporani hosil qiladi. 2 ham to'g'ri. Demak, javobda 1-2 bo'ladi. Javob A variant bo'ladi. 6. Rasm uchun xos xususiyat toping. Demak, A mitoxondriya, C yadro, D endoplazmatik to'r, B esa Golgi majmuasi. A qo'sh membrana organi. To'g'ri, mitoxondriya qo'sh membrana organi. B Golgi majmuasi plazmatik membrananing yangam turadi. To'g'ri. C yadro interfaza holati yadrochi xromatinidan iborat. To'g'ri. Endoplazmatik to'r kanalcha va naychalardan iborat. A javob bo'ladi. 17. Xotira, harakat xotirasi. Keyingisi obrazli, keyingisi og'zaki. X keladigan bo'lsak, hissiyotli xotira bo'ladi. Demak, hissiy qo'zg'ashlar degan gormonlarga bog'liq. To'g'ri. W. Z bosh miyaning chakka va tepa qismiga bog'liq emas. A variant chiqib ketdi. B variant. U og'zaki xotira o'qigan va eshitgan narsani esga soladi. To'g'ri. X emotsional xotira. To'g'ri. Y yarim shak bo'lsa tepa qismi bilan bog'liq. Harakat xotirasi tepa qismi bilan bog'liq bo'ladi. B javob bo'ladi. 18. Barglari oddiy, birinchisi oddiy yonbargsiz, keyingisi oddiy yonbargchalikka, murakkab yonbargchalik 2-2 bo'lib ketgan va 2-3 bo'lish kerak edi. Demak, birinchisini aytgan edim. Oddiy yonbargsiz edi. O'sma yonishi yonbargsiz, lekin olma yonbargchali, yantog'am yonbargchali deb javob chiqib ketdi. Endi ikkinchisiga oddiy yonbargchali deyapti. Baobab, Dorogul xayri, Yerbag'ir tomoshabin, kanop. Uchinchisiga aytyapti, murakkab yonbargchali deyapti. Murakkab yonbargchali. A javobdagi oddiy bo'ladi. Javob B variant bo'ladi. Mitozning profaza va anafaza davri uchun xos xususiyat aniqlang degan. Sitokinez telefazadan keyin sodir bo'ladi. Demak, 10 javob ikkalasiga ham tegishli emas. B bilan D variant chiqib ketdi. Sitoplazmaning membranal qismidan yadro hosil bo'ladi degan. Sitoplazmaning membranal qismidan yadro hosil bo'ladi degan. Bu 6 ikkalasiga ham tegishli emas. Keyin xromosomaning ekvator tekisligi tomon harakatlanadi. Bu metafaza uchun xos bo'ladi. 2 bor javob ham chiqib ketdi. Javob A variant bo'ladi. Ko'krak toj bo'lmaydigan ucha oladigan. A'siga ucha olish kerak, B'si ucha olmasi kerak. Ucha olmaydi. Kulrang satr B'da ucha oladi. Quloqda ko'rshapalak ucha oladi. Taqaburun ucha oladi. Demak, katta shomchalik uchaladi, namda ucholmaydi. Gipofiz haqida to'g'ri ma'lumot aniqlang. A variantda qon tomirlarini
toraytiradigan gormon ishlab chiqaradi. To'g'ri. Gormonning bashidan devor qisqarishni ta'minlaydi. To'g'ri. B. Miya qutisi ichida joylashgan bo'lishi mumkin. Teri pigmentatsiya sistemasida organizmning pigmentlari almashuvida ishtirok etishi mumkin. Ter chiqib ketadi. Cdan gipotalamus va qon tomir orqali tutashgan, lekin postdoqda emas, mag'izda. Bez faoliyati buzilganda bolalarda emas, kattalarda akromega yuzaga keladi. Javob A variant bo'ladi. Quyidagi hujayra uchun xos bo'lgan ma'lumot aniqlanadi. Bu neyron bo'ladi. Ikkita o'simtaga ega bo'ladi. Uzun o'simtasi miyani qovoqdan qoplangan, to'g'ri. Mediator orqali bir ikkinchisiga qo'zg'ash o'tkazadi, to'g'ri. 4. Oziqlanish esa bu neyrogliyaga xos. 4 bor javob chiqib ketadi. 5. Dendritlarning rangi kulrang bo'ladi. To'g'ri. 6. Uzun o'simta tutashgan joyi sinapsiya. Yo'q, 6 bor javob chiqib ketadi. Uzun o'simtasi emas, uzun o'simtasi va neyron tanasi yoki boshqa dendrit qo'shilsagina sinapsiya. Javob A variant bo'ladi. Quyida keltirilgan suyaklar qaysi hayvonga tegishli? Ilik, ko'krak tirgak, to'sh tojli qovurg'alar, harakatchan bo'yin yumurtqasi, uchta chanoq, umrov, qilissimon qovurg'a, osyo'lar. Qilissimon qovurg'alar baliqda bo'ladi. Baliqlar bu yerda qaysilar ekan? Demak, garbusha baliq bor ekan. Xo'sh, bitta 4 bo'lish kerak ekan. Sega. Demak, 1 triton chiqib ketadi. 5 quloqda ko'rshapalak chiqib ketadi. Javob C variant. Bitta javobdan ham qolgan variantlarni teginmasdan javob chiqarsak bo'ladi. Faqatgina uning uchun o'zingizga biladigan javobga yoki narsaga qarasangiz bo'ladi. 24. Mutatsiya o'zgarishlarga ro'y beradigan joyga kirib somatik hujayralarga amalga oshadi. Natijasiga ko'ra letal o'limga olib keladi. Namoyon bo'lishiga ko'ra resessiv degan gemofiliya daltonizm misol bo'ladi. Paydo bo'ladigan spontan degani kelib chiqish sababi aniq emas. Javob A variant bo'ladi. Davomini birozdan keyin davom ettiramiz.